Assalamu alaikum, жалпы мұсылман бер туғандар. Барыңыздар амансыздарбы? Біз бүгін Өзгөн шаарындағы мал базарға келіп отырабыз. Сіздерге малдың бағаларын тартып чыгарып бермекчибиз. Сіздер біздің каналға жазылыңыздар. Видеонun астындағы подписаться кнопкасын басып, суроо талаптарыңыздар болса, комментарийге калтырып кетиңиздер. Oye, 10 minden berber buraya açıkta 10 minden berberdim ben. Almayın dedi. Evet, 10 mindən berbe oynuyor bunlardı. 10 minden berberdim. Kaça da otasınız? 12 min somdan devattır. 10 min somdan berbe koyduk deydi. Siz kaçadan da otasınız olardı? Ya belge 11'de ne falan ballar var benim. Boğaz koylar mı? O balalı ona. Ha, Kozulары var eken bulardan. 11 min somdan deydi. Kaça çıkıyorlar bular? 4 tane ötüdü. 4 kişiden öte otat deyip. Kozulары menen 11 min som. Ya koylar kaçadan? Kanda örgünüse kanda. 450 kilo çıktı uşul buqa. Basın 90 min som dep atışat. Salmağı 450 kilo. Kança da otasın ha? Kulaklarda. Tek abi. Buraya çıkıyor bir teker. Ekoten 3,5 be. 3,5 min somdan deydi mынау ақ ечки екен. Мынау қарасы тікі. Buqanın baсын 85 min som деп атат. Кәмі бар дейді. Qancha da otasi uyda? 65. Qanchani tug'an? 3 tug'an uy 65 min som. Torpoq erkek? Erkek. Erkek torpoq var ekan, 3 tug'an uy 65 min som deb. Qanchaga berib qo'ydingiz? Bir kam 60 bin lira. Bir kam 60 minga berib qo'ydim deydi. 15 litr süt beradi o da. Bir sağan 15 litre veriyor. Hacı 2 sağ. Eksi sar geç ha? Sar geç sağanda 15 litreden süt beredi deydi. Televizyon açsam ben hem tartım. Tarttım. Ben hem tartım. Ona çıksam şu kopur. Qancha otasiz siz? 50. Yok 60. Torpoq var yo'q bu? Torpoq yo'q, qisir. Bo'z ekan da? Qisir sağ. Qisir uy 60 min dedin mi? 60 min som. Qanchani tug'an? 5. 5 tutuptur. Qanchaga berbey qo'yding? 48. 48 ga so'ragan ekan, berbey qo'ydim bile deydi. Qo'ylar qancha oldi? Qancha otasiz? 25. Ekoni va? Iki qo'chqorda 25 min som deb atibdir. Deb qo'yardi, mana chiqadi. 25 min deb qo'yarmiz deydi, tushirib beramiz deb atadi. Buqaning basi 130 min som deb atadi. $130 min somluk buqa. Nawa ka mo?
Ол не? Kamera. Ha? Qancha ekan qo'y? Görmeye kaldı. 7,5 ming so'm. Bo'z bu. Qisir qo'y ekan, bosi 7,5 ming so'm. Tam var. Kam bor deydi. Var mı lan bir kan? 80 ming so'm deb o'tishadi buqona. Ming so'm. Salmog'i bir hozir bunun 450 kilo chiqib qoladi-da. On 12 ming so'm deydi qo'zisi bilan. Qancha tish bu? 4 tish qo'y. Başına sağına kal. Qancha bosi? 7,5 tamam, 4 tish qo'y. 7,5 ming so'mdan deydi 4 tish qo'y. Tamam var. Aka qancha so'rab ko'ring-ku. Tamam sizlar qo'yadi. Sizniki qancha buni qo'ylar? Qo'zlar bormi? Qo'zlar yo'q-a? 6 ming so'mdan deydi. Qisir bu bo'z bular. Qisir qo'ylar. Buqaning bosi 90 ming so'm. Bulda 90 ming so'm. Bunavni dag'i 90 ming so'm deb o'tishadi. Ikkovini 180 mingga beramiz deydi. No, Allah uydun. Basın so'rab ko'ramiz. Uy qancha ekan bu? 100 ming so'm. Qanchani tug'an? Ha. To'pov bormi? 100 ming so'm deydi, ikini tug'an deydi. To'povni bo'lib qo'ysalarmi? Jo tuyelakmi? Tuyelakmi? Ikini tug'an deydi. Torpog'i yo'q ekanda. Torpog'i yo'q, o'zini sotadigan. Buni parodasi qanday ovqatli? Bilmayman. No'u alabuqani 120 ming so'm deb atishdir. Alarmanlar 106 mingga so'rab atadigan. 106 mingga berbey qo'yibdir. 3 yashar buqa. $120 ming so'm. O'tbari bo'z qo'ylar ekan, 2 tish qo'ylar. Chekedan 10 ming so'mdan oldik deydi. O'tbari bo'z ekan. Ya aldın var mı? 10 ming so'mdan bo'libdir. Ikki tish qo'ylar. Hayır 10 mingden oldu. Qarag'iljaning qo'ylari deydi. 3 yashar buqa 120 ming so'mga berbey qo'ydim deydi. Nima qo'ydinglar-mi?
alanda otarsın vallahi. Hah, 11,5'dan ekan. 11,5 ming so'mdan deyaptir. Qo'zilari bilan. Ya qo'ylar qanchadan olar? 8 lira. Qisir bo'ja bo'z bu bor. Bo'z qo'ylar. 8 ming so'mdan deydi. Aka bu qancha qanchada otasiz? Ay. Qancha aldingiz? Ay. 94 ming so'mga aldık deydi. Buna qara buqani. 3 yaşar o'qilata? 3 yaşar buqa. 94 ming so'm bahası. Ya buna qancha oldu? Barda 90. Kemoga salar jipti. Qaysimda chek. Neyçe? Neyçe 94 bo'ldi.